Hattoki Mercedesni aksiyalarini bir qismini Xitoy sotib oldi va o'zida ishlab chiqaryapti. Xitoy juda ham ko'p narsalarni ishlab chiqaryapti. Asosan poddelka narsalar chiqaryapti. Hozir sizlarga ekranda ko'rsataman. Mana shu instrument aslida poddelka. Bir oylik 266 ming bo'ladi. 266 mingdan 3 oy to'lasanglar bo'ldi. Buni ko'pchilik faxrlanib, maqtab, atigi 266 mingdan 3 oy to'lab xarid qilsanglar bo'ladi deyapti. Lekin ishoninglar, buni hattoki Google ham tanimaydi-da. Hozir men sizlarga ikkita brend ko'rsataman. Narx tomonlama juda ham zo'r, sifatli, yaxshi mahsulot. Number 1 hamda Inco brendlari. Inconi bilasizlar, Xitoy, lekin fabrichning mahsulotlari juda ham zo'r, 6 oy garantiya beriladi. Number 1 rossiyskiy brend. Buni instrumentlariga 3 oy garantiya beriladi. Hozir juda ham populyarni bo'ldi bu brend. Ko'rishingiz mumkin. Ikkalovi ham 82 talik nabor. Materiallari juda ham zo'r. Ключи 8 dan 22 gacha, golovkasi 4 dan 32 gacha. Bitta treshotkasi katta, bitta kichkina treshotkasi bor. Bu bitta atyorka, golovkaniki. Har xil urintillar, bit naborlar. Xullas 82 talik nabor, ikkalovi bir xil. Naqd pulga number 1 533 ming so'm, Inco 780 ming. Agar 3 oyga olaman desanglar, mana shu number 1 257 ming so'mdan 3 oy to'laysizlar. Incoga esa 360 mingdan 3 oy to'lab xarid qilsanglar bo'ladi. Bu mahsulotlarni sizlarga tavsiya qilaman. Poddelka narsalardan ko'ra bu sizlarga ancha xizmat qiladi.